Men nima bo'lgan taqdirda ham baribir ham oddiy xalq tarafdaman men boru. Qo'liga mana shunaqa bir priborni oldi, mana shunaqa apparatni oldi-yu, butun viloyatni o'g'irlab o'tirgan, butun tumanni o'g'irlab o'tirgan hokimlarga aktiv masalan ana shu siz nima qilyapsiz? Deputat bo'lib nima ish qilyapsiz? Sizning vazifangiz nimadan iborat? Butun O'zbekiston xalqini xor qilib o'tirgan Mirziyoyevning oldiga borib, bilan oddiy xalqni ezib, oson yo'l bilan pul topishni juda ham yaxshi o'rganib olganlar sizlar. Assalomu alaykum. Boshqa davlatlar kabi O'zbekistonda ham aktivistlar ko'payapti. Endi bu aktivistlarning ko'paygani yaxshi, lekin bular oddiy xalq uchun ishlasalar, oddiy xalq uchun yelib yugursalar. Bularning ichida bir ikkitasini bilaman, ular haqiqatan ham shu oddiy xalq zaharlanmasin deb magazinlardagi muddati o'tgan tovarlarni yo'q qilib shunga kurashyaptilar. Lekin ayrim birlari bor, oddiy xalqqa qarshi ishlayaptilar. Bir tomondan foydalidir, lekin men bu yerda foydali tomonini umuman ko'rmayapman. Videoni ko'rishimiz mumkin, keyin gapimizni davom etamiz. Aka, birinchi oldi ishda temir bormi yo'qmi tekshiramiz? Yer ichida tamom. Ha, temirlarni qo'yib ko'ryapsiz, ha? Temir yo'qlikka yo'q aka. Lekin bu shubhada ozgina. Bu ana 3-bolasimi? Bolani mini testda aniqlaymiz. Ha, yaqinroq qo'y. Aka, kamida 6-bolas ekan yozdi. Ha, endi do'stlar, kimlardir aytishi mumkin, mana shu aktivist sen uchun ham senga o'xshagan oddiy xalq uchun ishlayapti deyishi mumkin. Shu nima deb senga o'xshagan oddiy xalq molga tushunmaydigan odam shu yomon mol olib qo'ymasligi uchun bular harakat qilyapti deyishi mumkin. Siz shoshmay turing, videomiz davomida buning yolg'on ekanligini, bularning aktivist emas, bularning nima desam ekan bir firibgarga o'xshaganroq tomonini sizga ko'rsatishim mumkin. Do'stlar, ko'ryapsiz, mana videoni ko'rdingiz. O'zingiz bundan tashqari ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Nima desam ekan, mollarning ichida железо degan narsa bo'ladi. Endi temir. Ana shu temirni bu oddiygina metalloiskatel, temir axtaruvchi, oddiygina. Ana shu bilan axtarib ko'ryapti. Ko'rdingiz videoda. Keyin u o'tmaganidan keyin xo'p mayli dedi-yu, qo'liga mana shunaqa bir priborni oldi, mana shunaqa apparatni oldi-yu, molning shoxiga ildirdi. Shoxiga ildirib 6 marta tuqqan bu deyapti. Ko'ryapsizmi? Keling hozir ko'rsataman nima ekanligini bu narsani. Hozir biz mana galeriyaga kiramiz va mana bu videoga kiramiz. Videoni ichiga kirib turib, ana shu joyini topamiz. Tak, mana shunday. Mana bu o'zi metalloiskatel bilan ishlab nima qilib bo'ldi. Mana hozir ana shu yerni to'xtaymiz u. Shunday qilamiz. Hozir o'tib ketdi. Ana shunday. Shunday qilamiz, screenshot qilamiz. Screenshot qilamiz, chiqamiz. Keyin mana bu Google'ning nimasiga kiramiz. Mana bu yerga. Kiramiz u. Hozir screenshot qilgan nimamizni yuklaymiz. Mana o'zi axtaryapti va mana sizga nima narsa ekanligini ko'ryapsizmi? Mana bu tok o'lchaydigan apparat bo'ladi bu. Tok o'lchaydigan apparat bu. Mana bu odamlarni lo'q bilib, o'zini aqlli bilib, tok o'lchaydigan narsa bilan molning necha tuqqanini o'lchayapti va metalloiskatel bilan molning ichida железо degan bo'ladi, temir degan bo'ladi bu. Molning ichida temir bormi ekan deb metalloiskatel bilan shunday axtaryapti. Kimlardir nima deyapti endi? Rivojlanib, kundan kunga rivojlanib boryapmiz deyapti. Yo'q, kundan kunga rivojlanib emas. Kundan kunga biz boru ongsizlanib boryapmiz. Mana shunday ko'rib qo'yinglar. O'zlaringiz ham tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'ryapsiz do'stlar, bu oddiygina tok o'lchovchi pribor apparat bo'ladi bu. Bu yerda kimlardandir o'qib qoldim, kundan kunga rivojlanib boryapmiz degan gaplarni yozganlar bo'ldi bu yerda. Lekin biz kundan kunga rivojlanib emas, boshqa davlatlarda kundan kunga rivojlanyapti, bizda bo'lsa 19-asrga qarab ketyapmiz biz. 20-asrga emas, hech bo'lmasa 19-asrga qarab ketyapmiz. Birinchidan mana bunaqa aferistlar juda ham ko'payib ketyapti.
Ikkinchidan, nimaga bular oddiy xalq uchun ishlamaydi deganim sababi, mana bu videoni ko'rgan bo'lsangiz, birgina bu video emas, ko'p videolarni tomosha qiladigan bo'lsangiz, molfurushlar bor. Molni olib qoladi-yu, nimadan dehqondan arzon olib qoladi-yu, keyin qimmatga sotadi. Molfurush deydilar buni. Ana shularning oldiga emas, bular bilib turib mana shunaqa dehqon odamning oldiga boryapti. Uzoqdan ko'ryapti mana shu kim ekanligini. Boryapti, u bechora ham nima qilishini bilmaydi, u perborlarni ko'rdi-yu, u hech nima qila olmay qoldi u bola ham. Ana shu aktivistlar va aktivistlarni himoya qiladigan, mana shu aktivistni himoya qiladiganlar. Bilmadim, sizlar hayotingizda mol boqib ko'rdingizlarmi, yo'qmi bilmadim, lekin mol boqish, molni mana shu ahvolga olib kelish oson emas, ko'ryapsiz. Bu insonning molga beradigan yemi ham unchalik emas. Mol ko'rinib turibdiki, faqat quruq o'tga katta bo'lgan mol, tuqqan mol mana bir narsaga zarur bo'lgandan sotyapti mana shu molni. Bu 6 marta tuqqandir, 7 marta tuqqandir, 10 marta tuqqandir, oladigan odam ko'zi bor, oladigan odam biladi o'zi nima qilishni. Bu firibgarning birinchidan aldayotgani xaridorni, o'ziga klient topadi. Men sizga mol olib beraman, yaxshi mol olib beraman deb o'ziga klient topadi. Klientning ana shu pulni oladi. Keyin bu boradi-yu, ana shunaqa shu dehqon odamlarning oldiga boradi, ularni qo'rqitadi-yu, keyin shunday qilib haqiqatdan ham masalan shu hozir 3 ni tug'gan dedi-yu, 4 ni tug'gan bo'lsa, 4 ni tug'gan bo'lsa, keyin yana bitta o'zicha o'ylab topadi-yu bir kasallarni yarim pulga olib beradi ana shu nimaga, klientga. Bilasizmi? Keyin bu klient oladigan, unga zakaz qilgan, baribir unga pul to'lagani bilan, nima qilgani bilan baribir shu pulga tushadi. Lekin mol yaxshi mol olmaydi, shu mol bo'ladi shu. Bu aferist faqat ana o'qilyapti. Nima desam ekan, o'rtada pul ishlayapti, bo'lgani. Siganlarga o'xshabmi yoki tavba qildim, sigan demay qo'yaverdim. Ana ularga o'xshab bir o'rtaga tushgan dallollar bor-ku. Ana shularga o'xshab, taqsir posrednik deydilar rus tilida. Shularga o'xshab. Mayli, buni o'tib turamiz. Bunaqa aktivistlar, aktivistchilar. Men sizlarga gap aytmoqchiman men. Ana bu haqiqatdan ham ishlatganlarga emas, mana bunaqa o'xshagan firibgarlarga. Nimaga senlar butun viloyatni o'g'irlab o'tirgan, butun tumanni o'g'irlab o'tirgan hokimlarga aktivistchilik qilmaysizlar? Nimaga sizlar shuncha o'g'irlik qilayotgan ana bu Mirziyoyevning atrofidagilar, deputatlar ana shularga aktivistchilik qilib turib, ana shularning o'g'irliklarini topmaysizlar senlar? Nimaga ana shularga bir savollar berib, masalan, ana shu siz nima qilyapsiz? Deputat bo'lib nima ish qilyapsiz? Sizning vazifangiz nimadan iborat? deb ana shu narsalar savollar berib, ana shularni joyiga qo'ymaysizlar sizlar. Nimaga sizlar butun O'zbekiston xalqini xor qilib o'tirgan Mirziyoyevning oldiga borib aktivistlik qilmaysizlar? Nimaga Mirziyoyevning boyliklarini ko'rsatmaysizlar? Nimaga Mirziyoyev xalq sovuqda, gazsiz, svetsiz o'tirgan vaqtida aktivistchilik qilib Mirziyoyevning uyiga, kuyov bolalarning uyiga, qizlarning hammasining qarindoshlarining uyiga borib, ular qanday sharoitda o'tirganlarini ko'rsatmaysizlar senlar? Aktivistlar, nomiga qo'shirnaqchidagi aktivistlar. Nimaga senlar faqat shu hech kimga gap o'tmaydigan, qo'rqib qolgan, hozirgi yangi O'zbekistonda, eski O'zbekistonda bo'lsin, qo'rqitib tashlagan oddiy xalqqa osolasanlar senlar, ha? Nimaga senlar ana shu amaldorlarga kuchlaring yetmaydi? Ko'tlaringdan kelsa, birinchi navbatda ana shu amaldorlarni hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'y. Ana shundan keyingina aktivistchiligingni boshlasin, bu firibgarchiligingni boshla. Afrisallar senlar. Gaping bo'lsa, meni turibdi nima deb, Telegramim turibdi, ijtimoiy tarmoqlarim ham turibdi. Chiq, menga gaplashamiz sen bilan. Yana ko'p ошибкалаringni aytaman men sening. Shungacha yana seni axtarib, seni firibgarliklaringni yana topaman. Agar ana shu narsangni qilmasang, baribir burungizdan qolmayman. Baribir sening shu aferistligingni chiqaraman. Sen oddiy xalqqa senlar, oddiy xalqning ana shu savdoligidan foydalanib, oddiy xalqqa bostirib borishni juda ham o'rganib oldinglar. Juda ham bir ana shu oson yo'l bilan oddiy xalqni ezib, oson yo'l bilan pul topishni juda ham yaxshi o'rganib oldinglar senlar. Oldin shu aytganimdek, amaldorlarni, hokimlarni va boshqasi bilan ana shularga aktivistlik qil, keyin anavi qil. Hech bo'lmasa, mana bunaqa Rossiya paras bizni odamlarimizni, bizning ota-bobolarimizni o'ldirgan qotili, bizning o'zbekligimizni yo'qotgan, musulmonchiligimizni yo'qotgan. Mana bunaqa Iskandar Mahmudov Rossiya fuqarosi. O'zbekiston Rossiya bilan strategik shartnomalarga ega imzolar qo'yilyapti. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan ko'rishyapti. Bu degani biz O'zbekiston va Rossiya orasida yaqin o'rtoq munosabatlikda bo'lishimiz kerak.
birinchidan 3 milliondan ko'p bizning fuqarolarimiz bu yerda ishlashyapti. Hech bo'lmasa mana shunaqa o'risqul, o'risparas hayvonlarga aktivistchilik qilish birinchi. Nimaga oddiy xalqqa osilib olganlarsizlar? Ko'ryapsizlarmi? Bular bizning nima deydi? O'rislar bilan o'zbeklarning madaniyati bir xil emish, o'xshash emish. Qachondan beri o'ris bilan o'zbekning madaniyati o'xshab qoldi? Nimaga? O'ris bilan ukrainlar hamma narsasi madaniyati bormi, boshqasi bormi, hammasi bir xil. Lekin o'rislar o'zbek bilan madaniyati bir xil, ukrainlar natsist, ular o'zbeklarga yaqin emas ekan, ular nima deydi, bir banderas ekan, yana bir balo ekan, lekin o'rislar o'zbeklar bilan bir xil ekan. Ozgina mana bu xumkallarni ishlat, ana gapirgan bor, shu madaniyatimiz bir xil degan, bizning ana iqtisodiyotimiz Rossiya bilan ana degan, sen bor, sen ana shu ismingni ham bilmayman, kim ekanligini bilmayman, sen ana shu oldin yaxshilab o'qi, oldindan boshlab ota-bobolarimizni nimaga o'ldirgan, nima qilgan, nimaga bostirib kelgan, o'zbeklarni nima qildi, keyin hozirgi vaqtni o'ylab bir ko'rib, o'qib ko'rib, o'rgan. Hamma boyliklarimizni o'g'irlab olib ketib o'tirgan ana shu ruslar bo'ladi. Bizni rivojlantirmay turgan ana shu ruslar bo'ladi, o'rislar bo'ladi. O'zbekiston bu vaqtgacha boru O'zbekiston juda ham rivojlanib ketgan bo'lish kerak edi. Ana shu o'ris haromlar bo'lmaganda, shuni bilib qo'ysang, ana shu iflos. Shu deganimda aktivistlar mana shunaqa o'ris qullarga aktivistchilik qil, Mirziyoyevga aktivistchilik qil, ana shu amaldorlarga aktivistchilik qil. Ana shu bor amaldorlar Mirziyoyevning uyiga bor, qarindoshlarining uyiga bor, deputatlarning, hokimlarning hammasining uyiga bor, ular gazsiz o'tiribdimi ekan? Qanday ahvolda yashab o'tiribdi ekan? Ana shu hozir sen molning oldiga bording, ana shuning egasi, ana shu bolaning bor, ana shu bolaning uyiga borib ko'r oldin, keyin ana u hokimlarning, kichkinagina tuman hokimining uyiga borib ko'r. Qaysi qanday ahvolda, qanday sharoitda yashaydi ekan? Senlar boru, shu aytib o'tganimdek, oldin amaldorlar bilan aloqa qil, keyin oddiy xalqqa osil. Endi bilmadim do'stlar, kimdir mening fikrimga qarshi chiqar, kimdir qo'llar, endi bilmadim, lekin men o'zimning fikrimni aytyapman. Men nima bo'lgan taqdirda ham baribir ham oddiy xalq tarafdaman men boru. Nima bo'lgan taqdirda ham bunaqa aferistlar, bunaqa firibgarlarni yo'q qilish kerak. Agar boru ana shu men mol bozorda men oldimga kelmasin boru, ana shuni ko'rib qolgan bo'lganimda-yu, ana shu aferistda boru, ko'rib qolgan, oldimda turgan kimning oldiga kelib turib shunday molni shunday metall iskotel bilan ana o'qiganimda ana o'qilardim, ko'rsatdim ko'ziga boru. Keyin yana bu patentimiz bor deb gapiryapti. Qaysi iflos, qaysi amaldor, qaysi tashkilot bularga patent berib qo'yibdi? Kim berib qo'ydi bularga? Ana shularni ham bir tekshirib chiqish kerak hammasini bularni. Kim bularga patent berdi? Nima deb berdi? Qanaqa bir ana litsenziyalari bor bularni? Ana o'sha turgan priborlarga qanday litsenziyasi bor bularni? Hammasini bularni tekshirib chiqish kerak bularni, bu aferistlarni. Mening fikrim bu do'stlar. U yog'i siz qanday o'ylaysiz? Menga farqi yo'q. Hozir kimlardir boshlashi mumkin, shu meni o'sha aytganimdek menga yomon gaplarni yozib, bu o'zingizning ixtiyoringizda, lekin yaxshilab bir o'ylab ko'rsangiz, hozirgi vaqtda mana shunaqa aferistlar oddiy xalqdan foydalanib juda ham ko'p pullar ishlab olyapti. Xayr do'stlar, ko'rishamiz.